18 bob. Keyin Parvardigor Mamredagi dub daraxtligida İbrahimga qayta ko'rindi. Kun tiklashgan vaqtda İbrahim chedirning ishiga oldida o'ltiratdi. U beshini ko'tarib qarivdi, udilda 3 kishining o'ri turganligini ko'rdi-da, shu hamon ularning oldiga yugurib, yerga engishib, ta'zim qilib, ularga: "Janoblar, ig'ir ko'msanglar uyimizga kirib, mehmon bo'lib qaytqaysizlar. Har qaysinglar daraxt soyasida dam ilib turg'aysizlar. Men put-qo'linglarni yuvishga suv, g'izallanishinglarga biroz yemaklik elib kelay. Aram elib, yo'linglarni davomlashtirg'aysizlar. Kelganliginglardan xushal bo'ldim", dedi. "Rahmat, aytganingizcha bo'lsin", deb javob qaytarishdi ular. İbrahim darhol chedirga yugurib kirib, Soraga darhol bir xalta eng yaxshi undan non pishirg'in, dedi. Oqidilla u yana kola pollarining ichiga kirib, semiz bir to'poqni tanlab, chaqirga topshirdi. U darhol to'poqni so'yib, tayyorladi. Ondan İbrahim qaymoq, süt va go'shtni 3 mehmonning oldiga qo'ydi. O'zi bo'lsa, ularning xizmatida bo'lish uchun daraxt soyasida kutib turdi. Tamoq yeyotganda ular İbrahimdan: "Ayoling Sora qayerda?" deb so'radi. "Chedirda", deb javob berdi u. Mehmon siyoqidagi Parvardigor uningga: "Kelar yili bu chaqda men cho'qim qaytib kelaman. Shu chaqda ayoling Sora bir o'g'ilga ona bo'ludi", dedi. Sora ularning kayindagi chedir og'zida ularning so'zlarini anglab turadi. U chaqda İbrahim bilan Sora ikkilisi qerib qolgan edi. Soraning odat ko'rishimi to'xtab ketgan edi. Shunga Sora ichida kulib, o'z-o'ziga: "Men qerib qoldim. Erimmi qerib qolgan tutsa, endi menga bunda xushallik qayerdan kelsin", dedi. Shunga Parvardigor İbrahimga: "Sora nemishga kulib turib o'z-o'ziga: 'Men shuncha qerib ketgan tutsam, yana qandoqmi homildor bo'la olay', deydi. Parvardigor qila olmaydigan ish yo'q emasmi? Aytganimdek, kelar yili dal mushu chaqda qaytib kelaman. U chaqda Sora cho'qim bir o'g'ilga ona bo'ludi", dedi. Sora qo'qib: "Men kulmadim", deb tondi. "Yo'q, sen rostilla kulding", dedi Parvardigor. Erishdan tushgan bu mehmonlar u yerdan ayrilib, Sodom shahri tarafga yuzlandi. İbrahimni ularni uzatish uchun billa mangdi. Parvardigor o'z-o'ziga mundoq dedi: "Men qiladigan ishimni İbrahimdan yoshirsam bo'lmaydi. Chunki uning avlodlari cho'qim ulug' va kuch-qudratli bir xalq bo'ladi. Men u orqali dunyodagi hamma xalqlarga baxt ato qilaman. Men uni o'z bolalari va avlodlariga mening yo'limni tutishni, durust va haqqoniy bo'lishni buyursin", deb tanladim. Shunda qilsa, menmi uningga bergan va'dam bo'yicha hamma ishni qilib beraman. Shuning bilan Parvardigor, men Sodom bilan Gomorra shahridagilarning haddidan oshgan gunohlari ustidan qilingan ig'ir arzlarni angladim. Men cho'qim tushib, anglaganlarimning amaliyat yoki emasligini o'z ko'zim bilan ko'makchiman", dedi. Ondan keyin 2 kishi Sodomga ketib qoldi. Biroq Parvardigor bo'lsa İbrahimning qishida qoldi. İbrahim uningga yiqilishib: "Sen rostsin durust kishilarni gunohkorlar bilan qo'shib halok qilamsan? Agar shaharda 50 durust kishi bo'lsa, sen butun shaharni xarob qilamsan? Bu 50 odamni qutqizilishi uchun shaharni saqlab qolmamsan? Sen cho'qim durust kishilarni gunohkorlar bilan qo'shib yo'qotmaysan. Hargiz unda qilmaysan. Unda qilsang, durust kishilar gunohkorlar bilan birga teng jazoga uchraydi. Bu mumkin emas. Sen butun olamni so'roqchisisan. Jazman odil hukm chiqirsan", dedi. Parvardigor uningga: "Agar Sodom shahrida 50 durust kishi topa olsam,
ularni deb butun shaharni saqlab qolaman, deb javob berdi. İbrahim yana mundaq dedi. Ey egam, boshligan ekanman, davomlashtiray. Eg'ir ko'misan, mendek bir ojiz bandangning yuraklik holda sendin yana so'rishiga ruxsat qilg'aysan. Navoda shaharda faqat 45 durust kishi bo'lsa, 5 kishi kam bo'lganligi uchun butun shaharni xarob qilamsan? Parvardigor uningga, agar 45 durust kishi topa oladigan bo'lsam, bu shaharni xarob qilmayman, deb javob berdi. İbrahim yana, agar faqat 40 kishi bo'lsa-chu, dedi. Agar 40 kishi bo'lsa-mu, xarob qilmayman, deb javob qaytardi Parvardigor. İbrahim yana, ey egam, xafa bo'lmasang, sendin yana bir nima so'ramoqchiman. Mubodo 30 kishi bo'lsa-chu, deb so'radi. Agar 30 kishi tepilsa-mu, xarob qilmayman, deb javob qaytardi Parvardigor. İbrahim dedi, ey egam, sendin yuraklik holda yana so'rashimga ruxsat qilg'aysan. Mubodo 20 kishi bo'lsa-chu. Agar 20 kishi tepilsa, men yanala xarob qilmayman, deb javob qaytardi Parvardigor. Eng oxirida İbrahim, ey egam, xafa bo'lmay, yana bir qitim so'rashimga ruxsat qilg'aysan. Agar faqat 10 kishi tepilsa-chu, deb so'radi. Faqat 10 durust kishi bo'lgan taqdirda-mu, men bu shaharni xarob qilmayman, deb javob qaytardi Parvardigor. Parvardigor İbrahim bilan so'zlashib bo'lgandan keyin ketib qoldi. İbrahim bo'lsa uyiga qaytib ketdi.